turli e'tiqodlarning yonma-yon va bir paytda mavjud bo'la olishi va birga taraqqiy etishi borasida O'zbekiston zamini qadim-qadimlardan hozirga qadar boshqalarga o'rnak bo'la oladigan sivilizatsiyani shakllantirib kelmoqda. Dinimiz har xil millat, illat vakillarini do'st, inoq bo'lib, balki bir ota-onaning farzandlaridek yashashlikka chaqiradi. Alloh taolo Qur'onda qayta va qayta bizlarga eslatadigan oyatlardan birining mazmuni shuki, ey insonlar, biz sizlarni bir erkak, bir ayoldan yaratganmiz. Ya'ni odam, ato, momo, havodan tarqatganmiz. Sizlarni turli tuman qabilalar, urug'lar, irqlar, millatlarga bo'lib qo'yganmiz, toki bir-biringizni tanib, bir-biringizdan o'rganib, bir-biringizga yaqinlashib hayot kechirishingiz uchun deydi. Musulmon xalqimiz ming yillar osha ushbu diyorda boshqa din vakillari bilan yaqin aloqalarda hayot kechirib kelishgan. Shu paytgacha tariximizda biror bir boshqa din vakili bilan umuman diniy nizolar bo'lganligi tarix varaqlarida ko'rinmaydi. Hozirgi kunda yurtimizdagi diniy bari kenglik holatiga butun jahon havas qilyapti. Keyingi avlodlarimizni ham shunday bir bari kenglik bilan umrguzaronlik qilishligiga sababchi bo'lishligini o'zi nasib ro'zi qilsin.